Bu dunyoda bir kun quvonch, bir kunida alam bor. Turli qarash, turli fikr, yaxshi yomon odam bor. Men kimligim o'zim bilmam, lek Allohga ming shukr, jannat mening uyimdadir, chunki uyda onam bor. Bilib bilmay kimlar uchun behudaga halakman. Shunda hamki eng avvalo bir onamga kerakman. Men o'zimcha katta bo'ldim, lek onamga go'dakman. Jannat mening uyimdadir, chunki uyda onam bor. Assalomu alaykum deymiz qadrdonlarimizni hamisha har doim uzoqdan yaqindan kuzatib borayotgan barcha qadrdonlarimiz, jigarlarimiz, obunachilarimiz sizlar bilan yana bir bora sog'likda, salomatlikda, tinchlikda, xotirjamlikda Alloh taoloning fayzli, barokatli oqshomlarini birida tinch, xotirjam, farovon jannat makon diyorimizda bir-biridan chiroyli, bir-biridan mehmondo'st xonadonlarimizda chiroyli to'y tadbirlarida, tavallud ayyom tadbirlarida didorlashib turganimizdan bag'oyatdan minnatdormiz. Avvalambor mana shunday quvonchli kunlarga yetkazganiga, chiroyli tavallud ayyomlarga, chiroyli tadbirlarga yetkazganiga biz yaratganga Alloh taolaga cheksiz shukrlar, cheksiz hamd va sanolar aytamiz albatta. Mana bugun Alloh taolo nasib qilib Qoraqalpog'iston Respublikasi Beruniy tumani go'zal Beruniy shahrimizga yetib keldik. Ushbu shahrimizda istiqomat qiluvchi o'zlarini uzoq yillardan beri ko'plab sohalarda samarali mehnatlari bilan siz uchun, biz uchun hurmatli bo'lgan insonlarda mana bugun Oygul onamizni xonadonlariga ijodiy jamoamiz bilan birgalikda tashrif buyurdik. Bugun ana shu onajonimizni muborak tavallud ayyomlari bilan, ya'ni 69 yoshlari bilan tabriklab, qutlab, Xudo xolasa chiroyli sovg'alarni topshirib chiqamiz. Avvalambor onajonimizni shaxsan o'zimiz nomimizdan, ijodiy jamoamiz nomidan tabriklaymiz. Qolaversa onajonimiz mana safarda yurgan farzandlari, jigarbandlari Sherzodbek, Umidjon, Hamidjonlarning nomlaridan qolaversa, qizlari ana shu Umidaxonning nomlaridan, kelinlari Fazilat, Nasibaxonlarning nomlaridan chin dildan samimiy muborakbod qilamiz. Qolaversa ushbu sulolamizni barcha a'zolarining nomlaridan, qarindosh, yaqinlarining nomlaridan onajonimizni bugungi tavallud ayyomlari bilan tabriklab, qutlab qo'yamiz. Xudo xolasa chiroyli shirinlik tortlari bugungi kechamiz uchun maxsus tayyorlangan. Qolaversa, undan tashqari ham alohida esdalik, bebaho sovg'alar bor. Xudo xolasa onamizga kutilmagan sovg'alarni, kutilmagan tabriklarni ulashib, ularni butun dunyoning boyliklari bilan topib bo'lmaydigan duolarni Xudo xolasa olib chiqamiz. Demak, ijodiy jamoamiz bilan kiramiz. Ushbu xonadonga onajonimizni qalbiga butun umrga yetadigan chiroyli, hayajonli lahzalarni Xudo xolasa ulashib chiqamiz. Ketdik, marhamat. Mening aziz umidvorim, ko'zimning nuri onamdur. Suyanganim dil xumorim, ko'zimning nuri onamdur. Menga oltin zar kerakmas, menga dunyolar kerakmas. Baxtimga onam bo'lsa bas, ko'zimning nuri onamdur. Yonginamdan hech silmagan, allalab tinim bilmagan, hech kimlardan kam qilmagan, ko'zimning nuri onamdur. Menga oltin zar kerakmas, menga dunyolar kerakmas. Baxtimga onam bo'lsa bas, ko'zimning nuri onamdur. Qalbimda tilagim bedor, onajonim rahmat ming bor. Yuzlari nurli onam bor, ko'zimning nuri onamdur. Qalbimda tilagim bedor, onajonim rahmat ming bor. Yuzlari nurli onam bor, ko'zimning nuri onamdur. Menga oltin zar kerakmas, menga dunyolar kerakmas. Baxtimga onam bo'lsa bas, ko'zimning nuri onamdur. Mening aziz umidvorim, ko'zimning nuri onamdur. Suyanganim dil xumorim, ko'zimning nuri onamdur. Menga oltin zar kerakmas, menga dunyolar kerakmas. Baxtimga onam bo'lsa bas, ko'zimning nuri onamdur. Ana hakkında var. Yo.
Goho sizning borligingiz unutdim, yo'llarimga zorligingiz unutdim. Umidlarim kesilgan bu dunyoda, yolg'iz umid borligingiz unutdim. Umidlarim kesilgan bu dunyoda, yolg'iz umid borligingiz unutdim. Ganimetim, amanetim, anacan. Ganimetim, amanetim, anacan. Ganimetim, amanetim, anacan. Rahmat, bir qarsaklar bo'lsin, kayfiyatni ko'tarib turamiz. Rahmat, sog' bo'linglar. Shodliklarim sig'may ketar tanamga, bolam deya kirib kelsa xonamga. Farishtaga o'xshar deyman aslida, farishtalar o'xshar mening onamga. Ming donodan o'tib tushar zehni bor, dunyolarga yetib ortar mehri bor. Allasida o'zgacha bir sehri bor, farishtalar o'xshar mening onamga. Kerak emas tilloyi uzar onamga, kerak emas qanoti upar onamga. Shul sababdan farishtasiz deya olmayman, farishtalar o'xshar mening onamga. Assalomu alaykum muhtarama munis onajonlarimiz, qarindosh, yaqinlarimiz, sizlar bilan shunday bir chiroyli tadbirda, chiroyli tavallud ayyomida didorlashib turganimizdan bag'oyatda minnatdormiz. Mana bugun Alloh taolo nasib qilib biza ijodiy jamoamiz bilan Beruniy tumani, Beruniy shahriga yetib keldik. Ushbu shahrimizda istiqomat qiluvchi barchamiz uchun hurmatli bo'lgan insonlardan Oygul onamizni bugungi tabarruk muborak 69 yoshlari bilan qutlab keldik. Bugungi tavallud ayyomdan muborak bo'lsin. Avvalambor shaxsan o'zim nomidan, butun ijodiy jamoamiz nomidan qolaversin. Shu onajonimizni avvalambor safarda yurgan farzandlari, jigarbandlari, ko'zlarini oq u qorasi mana Sherzodbek, Umidjon, Hamidjonlarning nomlaridan qolaversa, ana shu suyukli qizlari Umidaxonning nomlaridan qolaversa, kelinlari Fazilat, Nasibalarning nomlaridan bugungi tavallud ayyom bilan chin dildan samimiy muborakbod qilamiz. Onajonimizni tabriklaymiz. Qarsaklar bilan kayfiyatni ko'tarib, qo'llab-quvvatlab qo'yamiz. Yosh bolalarimiz bormi? Tabriklaymiz. Endi shu yerda onajonimizga endi tabriklarni aytib o'tamiz. Ana shu onajonimiz uchun nima deydi? Dunyodagi eng shirin narsa bu farzand. U farzanddan ham shirini nevara. Shu shirindan shakar farzandlarining nomidan bugungi tavallud ayyom uchun chiroyli shirinlik tortlari tuhfa qilindi. Shu shirinlik tortlar bilan tabriklaymiz. Xudo xolasa uni kesib tortiq qilamiz sizlar. Undan keyin alohida sovg'alar bor ekan, ularni ham topshirib qo'yamiz. Xudo xolasa ajoyib musiqalar bilan, guldiroz qarsaklar bilan qo'llab-quvvatlab turamiz. Sovg'alarni topshirib qo'yamiz. Marhamat. Tabriklaymiz. Ona haqqında yubormaysan. Onaginim senday yaqin do'st yo'q ekan. Mehringga ku umuman gap so'z yo'q ekan. Sen qilgan bu duolaru tilagingni oldida bosh egaman sof yuragingni. Qani bitta mo'jiza ro'y bersa edi, yo bir sehr qo'llarimdan kelsa edi. Onajonim ko'zlaringdan nur bo'lardim, mehribonim yo'llaringda gul bo'lardim.
o'ynasin, gullerin qo'llariga yayrasin. Yonimga kelinglar, duolar beringlar, o'ynasa yaxshi kunda o'ynasin. Onalar o'ynasin, onalar o'ynasin, gullerin qo'llariga yayrasin. Yonimga kelinglar, duolar beringlar, o'ynasa yaxshi kunda o'ynasin. Dunyodagi mening yaqin Rahmat, sağ olun. Xudo xolasa o'yin kuylarimiz davom etadi. Undan oldin bizdan tadbirlarimiz bor. Asal qisqa videoda Xudo xolasa tabriklaymiz. Hammaga tavallud ayyomlar muborak bo'lsin. Endi onajonimizga Xudo xolasa farzandlarim nomidan bugungi tavallud ayyom munosabati bilan she'riy sovg'alar ham bor. Xudo xolasa ulashib qo'yamiz ham. Sal pasroq qo'yib tur. Boshim qo'yay bugun hoku poyingizga. Qalbim to'la mehr daryo soyingizga. Mehribonim tanhogina jonim. Boringizga shukr ona, boringizga. Neki bo'lsa hammasidan qimmatimsiz. Pok iymonim, yorug' yuzim, himmatimsiz. Dunyolardan topib olgan jannatimsiz. Bu dunyodan topib olgan jannatimsiz. Boringizga shukr ona, boringizga. Farishtalar o'tib o'ngu so'lingizdan. Ibrat olsin sizning umr yo'lingizdan. Aylanay men bolam degan tilingizdan. Boringizga shukr ona, boringizga. Ilohim ana shu xonadonimizning fayzi farishtasi, barokatimiz, jannatimiz, onalarimiz hamisha baxtimizda sog' salomat bo'lsinlar. Bugungi tavallud ayyomlar hammangizga yana bir bora muborak bo'lsin. Alloh taolo nasib qilib onajonimizni 80 yoshga, 90 ga, 100 ga to'lgan vaqtida ham kelib, ana shu butun qarindoshlar, sulola vakillari bizlar ham kelib tabriklab, ana shu onajonimizni quvontirib, shodligina shodlik qo'shib, butun dunyoning boyliklari bilan, butun dunyoning shodliklari bilan topib bo'lmaydigan duolarni Alloh o'tishni yaratganni o'zi nasib etgan bo'lsin deymiz. Alloh taolo nasib qilib, Xudo xolasa onajonimizni keyingi safar kelgan vaqtimizda hech bo'lmaganda umra safarlarini uzatib, umra safarlarini kutib olishni yaratganni o'zi barchamizga nasib etgan bo'lsin deymiz. Endi shu yerda tabarruk onalarimiz bor, mehmonlarimiz bor, chiroyli tabriklarni qabul qilib olsalar. Xohlasanlar Xudoyim tug'ilgan kuni qutlug' bo'lsin. Baxtli bo'lg'aysan, bolalaring aqlli bo'lib, Xudoyim yaxshi kelinlar olib, rahatlarni ko'rib o'tirish nasib etsin. Aqtiq, chovliqlarni bag'i yeyib o'tirg'aysan. Egizaklardan Xudoyim. Birda shu uylar to'y bo'lsin. Umidaxonning ham baxtli bo'lib Xudoyim, uli qizi ko'p bo'lsin. Ne yaxshi niyatingiz bo'lsa yetavergaysizlar Xudoyim. Elimiz tinch bo'lsin. Hamma uyda baxtli hayot kechirsin. rahmat, sog' salomat. Baxtli bo'ling, hammangiz sog' bo'linglar Xudoyim. Xudoy bergan yoshda yasha. Qizing baxtına sog' salomat yurgaysan. Nasibada aman sog' iki jonni bir berib, pepe bilan qutlab o'tirmak nasib etsin. Rossiyadagilar ham sog' aman ishlab kelgaylar. Uzoq umr tilaymiz. Ana shu ukamizning tug'ilgan kuni ekan, tug'ilgan kunlari bilan tabriklaymiz. Benim her yerden söylerim. Aygul apa tug'ilgan kuningiz qutlug' bo'lsin, yoshingizga yosh qo'shilsin. Dunyoda ne armoningizga bo'lsa shu armoningizga ziyatına yetishgaysiz. Safarda yurgan bolalaringiz sog' bo'lgay, qo'rayim o'ynab kulib to'lib tashib kelgay. Uyingizga kim kelsa to'y deb kelgay, dasturxon salmoq to'ylarga jayilgay. Shu qizimiz nasibada ikki jonim bir berib, Xudoyim endi alla to'ylarına kelib o'tirgaymiz. Xudoyim sog' bo'lgaysiz baxtimizga. Dunyo turgancha turgaysiz, sog' bo'ling. Tug'ilgan kunlaringiz qutlmarak bo'lsin. Hamma vaqt shunday yaxshi kunlarda qatnashqaymiz. Uzoq umr ko'ringiz, xat salomat bo'ling. Nasibada aman sog' qo'zlab, aqtiqlarga etaklaringiz to'li birgay, Hamidjannam uylantirib birgaymiz. Umidaxonning ham bir yaxshi kunlarida bapalarına beshik olib borib birgaymiz. Aygul opa, tabriklayman. Xudoyim yuzga kirgaysiz.
Ballarınızın rahatını görüp, Hamid'den uylantirip, Xudayım. Ayda kelin yazgay, Xudayım. Ümide de baxtlı boğay. Xudayım şu aqtıqlar bağıyıp, Nesibem, Amaso, Bepeləb, Xudayım. 70 yaşınızdan, 100 yaşdan kebir geliniz, Xudayım. Ömrünüz uzaq olsun, baxtlı boğun, Xudayım. Xudayım, yaşlarınız uzun olsun, həmişə sağ yürgəysiz əlimizdə. Həmişə yaxşı günlər köp boğay, Xudayım. Təbrikliyim Baygul apa, Xudayım. Bunday yaşlardan köbünü görürgeysiz, Xudayım. Hemmemiz birgelikte, Xudayım hiç kimning oturgan ornu yo'qolmasin. Xudayım şu Nesibenem ama so tuyup aqtiq bilenem qutlab oturgaymiz, Xudayım. Şu uzaqdagi ballalaring sog' bo'lgay. Şulan bizning baxtlarimiz ham sog' bo'lib, bizning ham aqtiq cho'liqlar bag'ib oturgaysizlar. Bağışlayman. Təbrikliyim, Xudayım. Aygul apa, tuğan gününüz bilen təbrikliyim. Ömrünüz uzaq olsun. Şu ballarınızdan rahatını, qızığını görmek nasip etgey, Xudayım. Ümidenin, Hamid'in aqtiq çoğuluq suyup oturuş nasip etgey, Xudayım. Təbrikliyim apa, tuğan gününüz bilen. Elimde sağ yürüyün. Köp kısındıramaz sizi. Getirin. Adamlardan bundan hem təbrikliyim. Xuda xalaysa bunday narsalar köbünü görgeysiz. Yaxşı yaman günde yanında oturupsiz. Xudayım quvonchli kunida da yanında oturgaysiz. Xudayım ballarımı yeteklep kelganimda da yanında yurgaysiz. Men eldimde sen sağ yürgeysen balam. Baxtlı boğum. Xudayım elimizde sağ boğum. Yağında baxtlı yürgeysen balam. Yılamagaysan Xudayım. Aba təbrikliyim. Ömrünüz uzaq olsun hem muhafizəyə baş verin. Ballarınızdan hem təbrikliyim Ümidcanım. Yılaman bundan keyin hiç qaçan yılamagaysiz. Bo'ldimi? Esim qolmadimi? Gününüz bilen təbrikliyim. 100 yaşlara kirib birgeysiz. Hamisha kulib yuring. Təbrikliyim. Təbrikliyim Aygul apa, ömrünüz uzaq olsun. Həmmənin baxtına sağ olub yürüyün. Elimizdə sağ yürüyorum. Təbrikliyim tuğan gününüz bilen. Xudayım 80-90-100 yaşlarınızdan təbriklər veriş nasip etgey. Apamın erkaykem görmegen yaşın siz görgeyiz. Hemişe eldimizde sağ bulup, Gustan halam bilen başı bu bir örgeysizler Xudayım. Təbrikliyim. Senin hem ayda ulu kızlarım. Hala təbrikliyim tuğan gününüz bilen. Xudayım bizden baxtımızga sağ bulgayız. Hiç kaçan ağırmam. Eldimizde şunu et başı bu bir örgeyiz. Gustan hala sizden bizden eldimizde sağ yürün. Yaxşı göremez. Ağırmam hiç kaçan. Yaxşı olup ketgeysizlerini baxtınızga. Rahmat, bo'ldimi amma? Qolib ketmadimi? Xafagarchilik bo'lmasin deyman-da. Sog' salomat bo'linglar. Xo'p, hammani bildirib o'tgan yaxshi niyatlarni Alloh taolo o'zlari yaqinda ijobat qilgan bo'lsin deymiz. Hamisha shu tinch, xotirjam, farovon elimizda shunday xonadonlara borib farzandlarni, onalarına bo'lgan, yaqinlarına bo'lgan salomlarni, mehrlarni, muhabbatlarni ulashib yurishlikni yaratganni o'zi barchamizni nasib etgan bo'lsin deymiz. Xudo xolasa. İşlerim yürüşüp ketse gelmegal, kamlarim, g'amlarim bo'lsa butun hal. Dunyoni bir chetga qo'yib eng avval onamni Makkaga olib boraman. Qo'yganman ko'nglimni ko'ngliga solib. Orzuyim ushalmay ketmasa qolib, yo'l bo'yi orqamga orqalab olib, onamni Makkaga olib boraman. Ilohim ana shu har bir farzandni hayotdagi eng oliy maqsadlaridan biri shu onalarini, yaqinlarini Makkatullohlarga olib borib ziyorat qildirishni yaratganni o'zi barchamizga nasib etgan bo'lsin deymiz. Endi shu yerda onajonimiz bilamiz, onajonlarimizni chin dildan farzandlarini rozi bo'lib qilgan duosi Alloh taoloning dargohida ijobat bo'lmasdan qolmaydi. Bu payg'ambarimiz hadislari, demak, bir duo qilamiz, Xudo xolasa. Amin. Ana olarak Ayşen opam aytdı. Siz aytdınız. Amin. Xudayım sizler sağ yürgeysizler. Xudayım 70 yaşımdan 4 göstüge Xudayım şurlarda kütüp alıp nasip etgey. Hemmenin uyunda şunday toy boğay, yaxşı günler, tuğulgan günler boğay. Buna kelinimem Xudayım amma sağ kutulup eldimde sağ yürgey, şu kızımam baktı açılıp baktlı boğay. Bağlarımam sağ boğay, şularda uyuşturup oturgan bağlarımam min rahmet aytım. Amin. Kellerime Xudayım sizler sağ boğun balam. Amin. Amin. Allah'a. Şurada bir anajonimiz ham duo boshlab qani. Toyumda kuvanı iyi yürgeysen. Ana kelinem ama sağ ulu olup
Ya bir iki günge beşik hep gelip apaları Xudayım. Toy bolsun, tapqanız yaxşı kun bolsun. Yaman kun bolmasın, hemen uyunda tinchlik bolsun, sağlık bolsun. Amin. Tapqanları yaxşı günlerine buyursun. Hemen yaxşı niyetine yeteversin, baxtlı bolsun. Sizlerge de rahmet ballarım Xudayım. Önü bolsunlar, üylerinizde Xudayım. Ata-enanızga rahmet sizler. Şedik verip koğanlar. Sağ bolunlar, baxtlı bolunlar. Kele örgüsünler. Amin. Amin. Rahmat onajonlarimiz. Sog' salomat bo'linglar. Bolaringizga shukrlar bo'lsin. Bildirilgan yaxshi niyatlar ijobat bo'lsin. Ya Xudo xolasa shu tabriklarni tashkil qilgan farzandlarına, yaqinlarına alohida o'z tashakkurlarimizni izhor qilamiz. Onajonimizni farzandlari ham safarda ekanlar. Sog' salomat to'lib toshib onajonisini, oilasini bag'rina qaytib kelsinlar. Xudo xolasa endi hammangizga yuqori kayfiyat tilaymiz. Bir chiroyli qilib Xudo xolasa tavallud ayyomini yuqori kayfiyatda o'yin kulgilar bilan davom ettiramiz. Shogirdlarimiz bor. Labbay. Mına chetda yurgan xalamlar sizlar ham bizning baxtlarimizga sabab bo'linglar. Firuz xalam, Muborak xalam baribir ko'radilar YouTube'da. Gustan xala siz ham bizning baxtimizga sog' yuring. Og'rimang hech qachon. Shirin xalam bar meni. Ağamlar hammasi chetdagilar baxtlarimizga sog' bo'linglar. Ko'rsa o'pkala qolmasin. Albatta. Sog' salomat. Xudo xolasa avvalambor gitarada sho'x-sho'x qo'shiqlar bo'ladi. Ana undan keyin ansambl ham tashrif buyurgan. Ansambldan o'ynab kelamiz, xo'pmi? Hammaga yuqori kayfiyat o'ynab kelamiz. Marhamat. Tarif kubayda biruge uğan sözüm. Sulğap kara gözlem, sulğap kara gözlem. Mağan mağan, yerдің metinde var goy buradan. Uğan unağan, unağan, unağan. Bir gün geldi, gün sayın uluğan. Köpten sorağan, sorağan, sorağan. Canı taptaza, günadan, günadan. Köp kızıtpaydın anağan, unağan. Bir iştelerdi, taptaza şınadan. Meni süyseydi, mınaru, mınadan. Men tek sol kızı, suyumda kuanam. Katı kuanam. Tavus kussay tavlangan, qiyal jipsiz baylangan. Hayran hayran hayranım, şölde yüzge jiranım. Gördüm kaldım hayran ol, bakkar candan ayyara. Turan kulan düzile, jabıskan sen jayrana. Gördüm kaldım hayran ol, bakkar candan ayyara. Turan kulan düzile, jabıskan sen jayrana. Sallanıp, oylanıp, bir kız gelir nazlanıp. Şaşları jinalıp, men de kaldım kıynalıp. Sallanıp, oylanıp, bir kız gelir nazlanıp. Şaşları jinalıp, men de kaldım kıynalıp. Man köçengdan otaman gül ko'tarib ham yo'talib. Man köçengdan otaman gül ko'tarib ham yo'talib. Garmani sevsang agar chiqim chelangni ko'tarib. Garmani sevsang agar chiqim chelangni ko'tarib. Olmani oqi bilan yonida yaprog'i bilan. Olmani oqi bilan yonida yaprog'i bilan. Mana yorim xat yozadi kichkina barmog'i bilan. Mana yorim xat yozadi kichkina barmog'i bilan. Mana sevar yorimni oy jamoli bor. Yuzlariga yarashgan dona xoli bor. Mana sevar yorimni oy jamoli bor. Jamoliga yarashgan dona xoli bor.
Kalay kalay şu dayman, kalay kalay şu dayman. Nesiyetimde yemez kandım dayman. Yanındasın o seni unutamam. Canına varalmasam, karşına varalmasam. Kalay şu dayman, kalay kalay şu dayman. Kazakistan, Rusya'ya gidip kaldı. Beni taslap, şetillerge gidip kaldı. Şasımızda, baraj yerge gidip kaldı. Ah ne bir yarım, ah ne bir canım. Kazakistan, Rusya'ya gidip kaldı. Beni taslap, şetillerge gidip kaldı. Şasımızda, baraj yerge gidip kaldı. Ah benim yarım, ah benim yarım. Aytmasam bolmay turib sag'inganimda Yuragim sezib jurov yomon sag'indi Sayimim aytib borar odam topildi Yurak sag'indi, yurak sag'indi Aytmasam bolmay turib sag'inganimda Yuragim sezib jurov yomon sag'indi Sayimim aytib boring, sol yoqqa aytib boring Yurak sag'indi, yurak sag'indi Kazakistan, Rossiyaga ketib qoldi. Meni taslab, shetillarga ketib qoldi. Shasimizda baraj yerga yetib qoldi. Ah meni yarim, ah meni jonim. Kazakistan, Rossiyaga ketib qoldi. Meni taslab, shetillarga ketib qoldi. Shasimizda baraj yerga yetib qoldi. Ah meni yarim, ah meni yarim. Satılma karıman, dakika sanıman. Gelmese yarın anne, yanına varımen. Satılma karıman, dakika sanıman. Gelmese yarın anne, yanına varımen. Gel gelmen tamana, git seni yamana. Canından cenanı, yarın doldur dana. Gel gelmen tamana, git seni yamana. Canından cenanı, yarın doldur dana. Kolda iPhone soka, dünyanın pahoka. Malakiya bakmadı, hayalın TikTok'ta. Kolda iPhone soka, dünyanın pahoka. Malakiya bakmadı, hayalın TikTok'ta. Gel gelmen tamana, git seni yamana. Canından cenanı, yarın doldur dana. Gel gelmen tamana, git seni yamana. Canından cenanı, yarın doldur dana.
oyna lesliga, oynab qo'yman lesliga. Ala gözü boy boy, kara gözü boy boy. Ala gözü boy boy boy, kara gözü boy boy. Açılırsa soruyorsunuz, yiyeceğim hazır almalısınız. Dilekten oynayısınız, oynan lesliga. Can söyle konuysunuz, oynan sıra oynayısınız. Biraz yerler çalda oynayısınız, oynan lesliga, oynan lesliga, oynan lesliga. Ala gözü boy boy, kara gözü boy boy. Ala gözü boy boy boy, kara gözü boy ha. Hanede hayatınız, taksırı parmakınız. Oyun kulağınız, oynan lesliga. Havasıylanınız, heyecanı kıyılarınız. Kala oynamanınız, oynan lesliga. Oynan lesliga, oynan lesliga. Ala gözü boy boy, kara gözü boy boy. Ala gözü boy boy boy, kara gözü boy ha. Hikaye boyunma, karagöze boyunma. Aşk taşa boyunma, oynan lesliga. Şerefin saadeti, güzellik dünyadaki. Oyna bizim adeti, oynan lesliga. Oynan lesliga, oynan lesliga. Ala gözü boy boy, kara gözü boy boy. Ala gözü boy boy boy, kara gözü boy boy. Yine on İslamiye bola mı? yedirip versin mi oldu? O kıymeti Allah eklemişsin.
Onajonim tilagim bor Sizga o'g'li yetib berdim. Bak kızım. Şunu için yaptım kaytardım. Senday yaqinlarim kelsaydi Onajonim ko'zlaringdan nur bo'lardi Mehri boqadim Demak, shu yerda o'tirgan barcha yaqinlarimizga, qadrdonlarimizga yana bir marta assalomu alaykum deymiz. Bugungi ana shu onajonimizning tavallud ayyomlari hammangizga muborak bo'lsin. Sulolamizni barcha vakillaridan muborak bo'lsin. Onamizga uzoq umr tilaymiz. Endi bu yerda onajonlarimizdan, yaqinlarimizdan chiroyli tabriklarni qabul qildik. Xudo xolasa bu yerda akalarimiz, otalarimiz, sulolamizning bir hurmatli tabarruk vakillari bor deb bildik. Xudo xolasa sizlardan bir chiroyli tabriklarni estak, bir esdalik chiroyli video bo'lib qoladi, xudo xolasa. Marhamat. Tug'ilgan kun ekan, tug'ilgan kunlari qutlu muborak bo'lsin. Shunday tug'ilgan kunlardan 60, 70, 80'lerini ko'rish hammasini nasib etaversin. Buna bolalarni uylantirib, qizlarni chiqarib, rayatini ko'rib o'tirish nasib etaversin. Shu yerda o'tirganlarning ham uylarida, yaxshi kunlarida vaqt qo'shilishda qatnashish hammamizga nasib etaversin. Menday. Assalomu alaykum hurmatli o'rtoqlar, qo'noqlar, mehmonlar. Mana bugun Aygul yengamning quvonchli qilgan tug'ilgan kuni Xudoyim qutlamarak bo'lsin. Yuz bahorda ko'rsin. Shu ul qizlarning, kelin aqtiqlarning elinde sog' omon yurgay. Akamning ruhlari shod bo'lgay Xudoyim. Shu ne deymiz? Safarda yurgan yigitlarimiz omon sog' kelgay, topqonlar quvonch kunga bersin. Shu yengamning dasturxonlari hamma quvonch kunlarga ochilaversin. Siz bizlikdan ayirmasin. Buna xudolarim o'tibdi, xudochilik ham 1000 yillik bo'lsin. Xudoyim shu kelinim omon sog' iki jonni bir berib omon sog' tug'ay. Aygul opamni tabriklab o'tirish hammamizga ro'zai nasib aylagay. Xudoyim yuz bahorda ko'rsin. Assalomu alaykum. Aygul opam Xudoyim tug'ilgan kunidan tabriklaymiz. Hamma metin shunday kunlarga Xudoyim. Mana ularni uylantirib, qishantaydi. Mana qizning chiqqan to'ylarida o'tiramiz Xudoyim. Assalomu alaykum, hurmatli do'stlar. Aygul opamizning, Xudoimizning to'lgan qutlu bo'lsin, umrlari uzoq bo'lsin. Mana kelinlari tug'ib, mana netib, uzoqlanib, dasturxon to'lib, mana bolalarni uylantirib, shunday yaxshi kunlarni o'tiraverik. Ayapamın tug'ilgan kuni ekan, qutlu muborak bo'lsin. Xudoyim uzoq umr ko'rsin. Bir qaptanna qo'zaka, Nuriddin aka, İlham bova, Maqsudaga, qaynaga bäriniz sog' bo'linglar, bizlar ham sog' bo'laylik. Tapqanimiz yaxshi kunga, to'ylarga bersin. Tilagimiz shu bilan. Sizlar ham Xudoyim sog' bo'ringlar. Ağamız tabriklar. Shu tilaklar bo'ldi, shu tilaklarga qo'shilamiz hamisha. Yüzlərə kəsən Xudoyim apamız, ne deyimiz? Mən xudalar, xozaka, həmməni təbrikliyimiz, tug'ilgan kunlar bilan. Uzaqdagi bolalar sog' bo'lsin Xudoyim, yoshlar baxtli bo'lsinlar. Xudo xolasa xudolarni sel vaqtdan keyin tabriklab kelib o'tirmoq hammamizga nasib etsin. Sizlarning ham ishlaringizga rivoj Xudoyim. Tog'alaringiz yaxshi kunlarga yumshanglar. Hammaning uyida to'y bo'laversin. Rahmat deymiz akalarimiz, qadrdonlarimiz, salomat bo'linglar. Bildirilgan yaxshi niyatlar ijobat bo'lsin. Bugungi tavalludda yana bir marta muborak bo'lsin. Safarda yurgan shu bugungi tavallud ayyomini tashkil qilgan shu onalarni, yaqinlarni ko'nglina bir quvonch ulashaman deb bir harakat etib turgan ana shu onajonimizning farzandlarini, yaqinlarini yana bir marta rahmat aytamiz. Hamisha shu tinch, xotirjam elimizda yaxshi kunda, to'ylarda, bayramlarda, tug'ilgan kunlarda diydorlashib yurishni yaratgan o'zi hammamizga nasib etsin. Sizlarning uyingizda yaxshi kunlar bo'lsin, to'ylar bo'lsin, tug'ilgan kunlar bo'lsin. Bizlar borib xizmat etib berik, Xudo xolasa. Salomat bo'linglar, tabrik deymiz. Rahmat.